Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga yana bir mahsulotni tavsiya qilaman. Bu Nilrich Green Life korporatsiyasining mahsuloti. Green Life degani o'zi yashil barg degan ma'noni bildiradi. Tabiiy toza mahsulot, halol. Bu kofe mahsuloti. Buni katta yoki kichik iste'mol qilsa bo'ladi. Yosh bolalar ham, kattalar ham. Ichida mana bunday qadoqda bir 15 dona bo'ladi har bittasi. Juda ham foydali mahsulot. Asabni tinchlantiradi. Tarkibida juda ham ko'p mineral uglevodlar bor. Ya'ni 3 taga bitta sutli mahsulot. Suti tuya sutidan tayyorlangan. Juda ham foydali mahsulot. Concept Coffee. Shu narsani tavsiya qilaman sizlarga. Har bir Green Life ofislarida shu mahsulot sotiladi. Ko'rib, baho berishlaringizni, iste'mol qilishlaringizni tavsiya qilaman. Qadoqning ichida 18 grammdan bo'ladi har bittasida. Agar videolarim, ma'ruzalarim ma'qul kelayotgan bo'lsa, podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar. Hammalaringizni obuna bo'lishlaringizni tavsiya qilaman. Mana shu mahsulotga iste'mol qilishlaringizni tavsiya qilaman.